Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun sizlar bilan MetaTrader platformasiga real hisob raqamimizni ulashni o'rganamiz. Buning uchun albatta Markets.uz veb-saytiga kirib olamiz. Shaxsiy kabinetimizni ichidamiz va shaxsiy kabinetning ichidan men sizlarga hozir yangi hisob raqam yaratib, ana shu yangi hisob raqamni ulab ko'rsataman. Siz istang eski hisob raqamingizni ulang, istang yangini albatta. Yangi ochish qanday bo'ladi? Bir to'la o'rganib ketamiz. Mana bu yerda plus tugmasi bor. Mana shuni ustiga bosamiz o'rtoqlar. Ochilgan oynadan hisob raqam turini tanlashimiz kerak. Bizda standart hisob bor, eng ko'p foydalanuvchilar foydalanadigan, ya'ni ko'pchilikni talabiga mos keladigan hisob raqam standart yoki bo'lmasa YSN, bu professional hisob raqam yoki zero. Demak, o'zimizga kerakligini tanlaymiz. Men hozir bu yerda YSN ni belgilayman va platforma, savdo platformasida siz MetaTrader 4 ishlatishingiz yoki 5 ishlatishingiz mumkin. Men 5 ishlataman, shuning uchun 5 ni tanlayman. Valyuta dollar bizda va kredit yelkasi. Qancha katta bo'lsa, siz shuncha katta lot ocha olasiz, kichik balansga ham. Misol uchun 100 dollarga bir lotni ochish uchun siz albatta katta kredit yelkasidan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Xuddi shunday katta kredit yelkasi bizda 1000, 1 ga 3000, albatta mana shuni tanlab qo'ysangiz, siz katta pozitsiyalar ocha olasiz va hedging ni tanlaymiz, hisob ochishga bosamiz. Hisob raqamimiz faol ochildi. Bu yerda mana bizda MetaTrader'ni ko'rishimiz mumkin o'rtoqlar. Agar bizda MetaTrader 5 yo'q bo'lsa, yuklab olish Windows uchun albatta bu yerda mavjud. Yuklab olib o'rnatasiz. Va bu yerda bizda login parolimiz va serverimiz mavjud. Keling, MetaTrader'ni ochaylikda va birgalikda mana shu hisob raqamimizni unga ulab ko'ramiz. MetaTrader dasturini yuklab oling, o'rnating va albatta uni ochganingizdan keyin mana bu tartibda ochiladi. Bu yerda o'rtoqlar Markets'ni tanlaymiz va Next tugmasini bosamiz. Ochilgan oynadan o'rtoqlar подключить к существующему торговому счету degani bosamiz va login parol so'raydi. Biz buni esa hisob raqamimizdagi mana shu loginni ko'chiramiz. Bu yerga qo'yamiz. Endi esa parolni ko'chiramiz va uni ham albatta bu yerga qo'yamiz. Server. E'tibor qiling o'rtoqlar, serverda adashmang. Real hisobda real degan yozuv, demo hisobda esa demo degan yozuv bo'ladi. Bizda Markets real. Xohlang ko'chirib oling, xohlang mana bu MetaTrader'ning o'zining ichida mana buni bitta bosadigan bo'lsak, chiqadi mana Markets real yoki Markets demo. Finishga bosamiz va Incoming mail. hisobimizga ulandi. Hisobga ulandi va targoviy shotimizda hozir bizda 00 yangi hisob va ichida pul yo'q. Undan tashqari mana bu yerda ko'rinib turadi hisob raqamimiz. Buni solishtiramiz. Mana o'sha hisob raqam 389 89 36. Bu yerda ham ko'ryapmiz 389 89 36. Undan tashqari mana bu yerda hisob raqamlar degan joy bor, navigator bo'limi. Buni yopib yuborsak, vid bo'limiga bossak, mana shu yerda navigator bo'limi bor. O'shani tanlaymiz, mana hisob raqamlar va Markets real hisobimiz mana o'rtoqlar. Xohlang buni o'ng tomoni bosib, udalate qilib tashlashingiz mumkin. Xohlang albatta bu yerda yana boshqa hisob raqam qo'shish mumkin. Keling, mana shuni ham birga ko'rib ketaylik. Agar sizda eski hisob raqamingiz MetaTrader'ning ichida bor bo'lsa, siz yangi hisob raqamni qanday kiritasiz? Sizda hisob raqam bor. Qayerga bosamiz degan savol albatta sizda kelib chiqishi mumkin. Buning uchun fayl bo'limiga bosamizda o'rtoqlar. Xohlang bu yerda подключиться к торговому счету degan tugma bor. Xohlang открыть счет bor. Istaganingizni tanlang. Men uchun открыть счет qulayroq. Demak, открыть счетga bosamizda va mana shu yana Markets'ni tanlab, bu yerdan albatta mana bu yerga hozirgi holatini takrorlab, yangi login parolimiz yoki boshqa bizda mavjud bo'lgan hisob raqamimizni login parolni kiritib ulanishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa o'rtoqlar, bu yerda yana qiladigan ishimiz bor. Bu yerda faylga bosib, подключить к торговому счету degan joyga bosib ulanib ko'ramiz. Mana bu yerda o'rtoqlar, o'sha bizda mana hozirgi hisob raqamimiz, mana shu hisob raqamimiz turibdi. Buni o'rniga yangi hisob raqamimizni, raqamini va parolini va serverni kiritamizda va ulanib olamiz. Keling, yana birgalikda yangi hisob raqam yarataylikda. Uni ham albatta ulab ko'rsataman. Keling o'rtoqlar, demo ochaylik va demoni ulab ko'rsataman. Sizga albatta nafaqat real, balki ba'zida demo hisob ham kerak bo'ladi. Buning uchun o'rtoqlar, sozlamalarni oldiga borgan bo'lsak, mana shu yerda demo hisob ochish degani turibdi. Shuni tanlaymiz. Demo hisob ochish uchun ham albatta bizda mana hisob turi standart, YSN 0 albatta va bu yerda MetaTrader 5, 4, biz 5 ni tanlaymiz va demo hisobni albatta boshlang'ich balansini belgilashimiz kerak. Men 1000 dollardan boshlamoqchiman. Misol uchun kredit yelkasi va hisobni ochishga bosdik. Demak, mana shu tartibda ochildi. Xohlang boyagi usul bilan ulang, xohlang hozirgi yangi usulni sinab ko'ramiz. Loginni ko'chiramiz va platformaning ichiga qaytamiz. Bu yerga loginni qo'yamiz.
Parolni nusxalaymiz va platforma ichiga qaytib, bu yerga parolni qo'yamizda Amarkets Real emas, balki bu yerdan Amarkets Demoni tanlaymiz. Va endi OK tugmasini bosamiz. Incoming mail. Demo hisobga ulandik va esingizda bo'lsa, hali hisobni ko'rsatmayapman. Demo hisobga ulanganimizda bizda $1000 bo'lishi kerak. Mana bosdik va albatta ko'rib turibsiz, bizda $1000 turibdi. Endi savdo qilishimiz mumkin. Savdo qilishda ham albatta bir necha narsalarni ko'rsatib o'tdik. Vid bo'limiga bosib, bu yerdan Obzor rinkaga bosamiz. Agar mana shu oyna yo'qolib qolgan bo'lsa sizda o'rtoqlar, bu mana bu yerda vid va obzor rinka real hisobda ham, demo hisobda ham bir xil bo'ladi. Demak, kerakli juftlikni tanlaymiz. Misol uchun hamma yoqtiradigan misol tilla. Mana buni ekranga chiqarish uchun o'ng tomon va okno grafikani bosamiz. Va mana tilla ko'rindi. Demak, katta qilib oldik. Mana bunga bosib katta kichik qilyapmiz yoki yopib yuborib boshqa juftlikni ochishimiz mumkin. Boshqa juftlikni ochdik. Buni yopib yubormasdan turib, buni o'rniga mana shu tillani bunda ushlab turib olib kelib qo'yadigan bo'lsak ham boshqa juftlikni albatta o'rniga tushadi. Demak, mana bu ekranni chiroyli qilish uchun biz birinchi o'rinda setkani yo'qotishimiz kerak. Buning uchun mishkani o'ng tomonini ekranning istalgan joyiga bosamiz va bu yerda setka degan narsani olib tashlaymiz. Va mana bu yerda obyomlar turibdi. Buni yo'qotishimiz uchun esa o'rtoqlar biz tiktoviy obyom deganni olib tashlaymiz. Mana grafikimiz yaxshi ko'rinishda. Mana bu obzor rinka bizga ko'p holatda xalaqit beradi. Buni yopib turamiz va vid bo'limidan qaytarib ochishimiz mumkin. Va boyagi hisob raqamni ulaydigancha bu ham vid bo'limida navigator bo'limi deyiladi bu. Mana Amarkets Real hisobimiz va demo hisobimiz. Bir vaqtning o'zida biz ham Amarkets Real hisobimizga ham demo hisobimizga sakrashimiz mumkin. Demak, hozir biz demoda turibmiz. Qarang, bu yerda balans bor. Realda esa balans yo'q. Realning ustiga 2 marta bosamiz, login paroli o'zi saqlanib bo'lib turibdi, chunki mana bu yerga ptichka qo'yilgan. Demak, OK qilsak, hozir Real hisobimizga o'tdik va mana 00 balans. Qarang, qanday oson. Va mana shu grafik yana o'z holatida ochildi. Sababiki biz bir xil hisob turini ishlatyapmiz. Ya'ni ESN hisob turini bir xilligini ishlatyapmiz, demosini va realini. Shuning uchun bizning grafiklarimiz yopilib ketmaydi. Demak, demoga o'tamizda savdo qilishni ham birato'la ko'rib chiqamiz. Demo hisobga o'tdik. Demo hisobda endi savdo qilish uchun mana bu keragi yo'q, yopib yuboramiz. Mishkani o'ng tomoniga bosadigan bo'lsak, Targoliya va 1 klik degani bor. Mana shuni tanlaymiz. Bizda qarang, grafik biroz yopishibroq turibdi. Bir tekshirib olamiz, ko'rinyaptimi? Ha, hammasi ko'rinyapti. Grafik biroz yopishib turibdi narxga. Mana bu yerda shunday tugma borki, o'rtoqlar, mana shuni bossak, mana shu sehrli tugma bizga grafikni biroz uzoqlashtiradi. Bosamiz, grafik mana bu yeri uzoqroq, mana bu ham endi surishimizga ham qulay. Mana bucha, bu nima qiladi? Hozir biz qarang, orqaga qaytishga harakat qilamizda, orqaga qaytsak ham bizni oldinga olib kelib qo'yadi. Bu tugma mana shu bo'ladi. Buni o'chirsak, orqaga qaytishimiz mumkin. Mabodo orqaga qaytib ketib qoldingiz va grafikni oldiga qaytmoqchisiz. Buning uchun mana buni bitta bosadigan bo'lsak, birinchi grafikka qaytarib qo'yadi bizni. Demak, endi shablon qanday almashtiramiz? Savdo qilishni ham ko'ramiz. Birinchi grafikni o'zimizga moslab olaylik. Mishkani o'ng tomonini istalgan joyga bosamiz va svoystva bo'limini ochamiz. Bu yerda o'rtoqlar, общий va показать va sveta degan joy bor. Mana bu yerda umumiy svetovoy holatni belgilasak bo'ladi. Mana qarang. Yashil qora fonda deyapti. Bu yerda rangli, misol uchun mana bu tartibda tanlasak bo'ladi. Oq fonda chiqadi. Mana istaganingizdek xohlang buni o'zgartiring. Yashil qora fonda yoki bo'lmasa oq qora fonda bo'lishi mumkin-da. Kim qanday o'ziga qulay bo'lsa, o'shanda ishlatadi. Men mana shu fonni ma'qul ko'raman. Demak, qora shamlar pastga yotgan, oq shamlar yuqoriga ko'rsatib beradi. Time frame'lar o'rtoqlar MetaTrader'da mana time frame'lar hammasi ko'rinib turibdi. Hech narsani chiqarishingiz o'zi shart emas. Bu yerda hammasi ko'rinib turadi. Mana buni esidan chiqib qolgan bo'lsa, mana o'rtoqlar Targoliya va 1 klikni bosib qo'yamiz yoki yo'qotamiz. Ctrl Alt, ya'ni Ctrl Alt ni bosadigan bo'lsak, o'rtoqlar bizda mana bu yerdagi oynamiz, ya'ni savdolarimiz, hisob raqamimiz ko'rinib turadigan oyna yo'qoladi. Yana biz Ctrl Alt ni bosadigan bo'lsak, mana shu Targoliya bo'limi ochiladi. Agar mabodoga yo'qotib qo'ygan bo'lsangiz, mana shu bo'limni mana yopib yubordik. Ctrl T tugmasini bosadigan bo'lsak, bu bizda ochiladi. Demak, vid bo'limini ichidan biz nimani ko'rdik? Navigatorni, obzor rinkani o'rgandik va mana bu bozordagi boshqa instrumentlar va bu yerda navigator bo'limida hisob raqamga ulanish, savdo robotlari, savdo indikatorlarini ulash va undan tashqari o'rtoqlar yana nima bor? Bu yerda o'rtoqlar savdo robotlarini tekshirish uchun mana buni tanlaysiz. Bu Ctrl R knopkasi bilan chiqarsa bo'ladi yoki mana buni yopib yuborsangiz, Ctrl T dedim-ku, buni mana yopib yuborsangiz, Ctrl T ham yopadi, ham ochadi. Yoki bo'lmasa vid bo'limiga bosib, agar juda ham Ctrl T degan komanda esingizdan chiqsa, vid bo'limi bilan ko'proq ishlaysiz. Nimadir yo'qolib qolsa, vidga bosing va bu yerda o'rtoqlar mana bu yerda instrument degan joyini bossangiz, mana shu oyna ochiladi. Endi ko'ramiz bu yerda nimalar mavjud ekan. Xo'p, o'rtoqlar, o'ng tomonni bosamiz, Targoliya va 1 klikka bosib, birinchi marta savdo qilyapmiz. Aytaylik, mana bu
tillada misol uchun hozir biz yuqoriga paysa, ya'ni bayga ochmoqchimiz. Bayni bosgan holatimizda bizdan mana shu oyna so'raydi, birinchi marta savdo qilayotganini so'raydi va boshqa so'ramaydi. Boshqa so'ramasligi uchun "Я принимаю эти условияni tanlaymiz, pitichka qo'yapman mana bu yerga va OK qilib qo'yaman, bo'ldi. Endi men istagan juftligimda savdo qilishim mumkin, xohlagan vaqtim. Va bayni bosam, bittada mana bay ochilib ketdi. Ko'ryapsiz, bittada ochildi. Yana bosamiz, yana bay. Va bu yerda lotni sozlamasi, ya'ni biz 001 lot bilan ochyapmiz. Va bu yerda o'rtoqlar, mana bu yerda lotni misol uchun mana 1 lotga o'zgartirishimiz va yana bay ochishimiz mumkin. Bu yerda umumiy savdolarni qanday yopamiz? Qarang. Bizda hozir savdo ketyapti, ya'ni 1 lotlik pozitsiyamiz va 001 lik pozitsiyalarimiz bor. Demak, 10 tomonni ustiga bosadigan bo'lsak, bu yerda gruppoviy operatsiya bor va mana bu yerda zakritiv pozitsiya qiladigan bo'lsak, barcha savdolarimiz yopiladi va biz hozirning o'zida mana shu yerda komissiyani olib tashlaganda $135 foyda qilgan bo'lar edik, agar bu real hisob bo'lganida albatta. Demak, tarixga qarasak, mana bu yerda bizni pozitsiyalarimiz ko'rinib turibdi. Mana hozir 001 ga ochganlarimiz bunchadan va 1 lotli pozitsiyamiz buncha yurib berdi. Demak, bu albatta riskovni $1000 uchun 1 lot savdo qilish tavsiya qilinmaydi. Demak, ko'rdik, bildik, o'rganib oldik. Time framedan o'tishlarini ham ko'ryapmiz va savdo ochishni o'rgandik. Asosiysi xo'p, shamimiz almashib qoladi ba'zi holatlarda, mana bunaqa ko'rinish kelib qoladi. Yoki mana bunaqa liniya ko'rinishda bo'lib qoladi. Bu mana o'rtoqlar, mana bu o'rtasidagi yapon shamlari bo'ladi. Mana shuni talab, ko'pchilik mana shunda savdo qiladi. Yapon shamlari, bu esa time frame'lar, bu yaqinlashtirish, uzoqlashtirish va albatta orqaga ketib qolganingizdan keyin mana buni bossangiz oldinga va mana bu bo'shliqni bu tugma bilan qilyapmiz. Tushunarli o'rtoqlar. Bu yerda qiyin narsa qolganligi yo'q. Asosan albatta siz paysani ochish, yopishni bilsangiz bo'ldi va undan tashqari kelinglar, mana bu yerda biz hozir 001 pozitsiya ochyapmiz baygada va buni hozir shunchaki urushni yopishimiz ham kerak. Mana bu yerda X turibdi o'rtoqlar. X ga bitta bosadigan bo'lsak, aynan keling, men ko'paytiraman paysani. Mana bay qilib tashladim. Menda hozir 3 ta pozitsiya bor. Va bulardan mana shunisini yopmoqchiman, aytaylik o'rtadagisini. Shuni yonidagi mana shu X ga bossam, aynan shunisi yopiladi, tamom. Qolgani qoladi. Bu yerda faqatgina tilla emas, misol uchun bu yerda boshqa juftliklar bo'lishi mumkin edi. Mana bu shablon o'rtoqlar, oq shablon turgan holatini o'zgartirmasdan mana yevro dollar juftligini ushlab turib, chap tomon bilan ekranga tashlasam, oq shablon ichiga yevro dollar tushdi. Mana misol uchun menda yevro dollarda sell bor, yana sell bor, aytaylik, qarang. Bu yerda mana bu mana yevro dollar va mana tilla pozitsiyalari. Men hozir yevro dollarni yopmoqchi bo'lsam, aynan yevro dollarni pozitsiyani shunda belgilayman, ko'karyapti va X tugmasini bossam, mana shu pozitsiya yopildi. Shuni e'tibordan chetda qoldirmaylik. Aynan bitta pozitsiyani bitta tugma bilan yopamiz. Yoki bo'lmasa o'rtoqlik, keling, yevro dollarni yana ochdikda. Endi mana shu imkoniyatimiz bor bizda, mana yevro dollar va tilla turibdi. O'ng tomonni bosamiz. Gruppoviy operatsiyaga bosganimizda qarang. Bizda aytayapti. Hozir tilladagi pozitsiyalarni yopish. Men tillani ushlab turib ustiga bosganim uchun mana tillani ushlayapman va gruppoviy operatsiyaga bo'layotgan bu yerda tilladagi buy pozitsiyalarini yopish va zararli pozitsiyalarni yopish, foydali pozitsiyalarni yopish. Mana shuni o'qib olsangiz bo'ladi. Qarama-qarshi yo'nalishdagi pozitsiyalarni yopish. Shularni o'rtoqlar mana shu yerdan o'qib, tushunib olasiz. Umumiy tilladagi pozitsiyalarni yopish, faqatgina buy pozitsiya yopish. Agar menda tilada sell bo'lganda-chi. Keling, men tilada sell ham ochdim. Endi o'ng tomonni tillarning ustiga bosyapman-da, mana. Endi tilada menda hozir qarama-qarshi yo'nalishdagi pozitsiyalar. Qarang, zakrit встречный HUSD-ni bosaman-da, men hozir shunda sell pozitsiyalarini yopib yuboraman. Qarang, tilada menda buy va mana bu yerda sell turibdi. Bosdim, mana bu yerdan shuni bossam, mana tiladagi sell va mana bu yopilib ketdi. Qarama-qarshisi bilan yopib yubordi. Umumiy holatda MetaTrader mana shunday ishlaydi va yevro dollar juftligini ham ustiga bosib, nafaqat bizda, boshqa juftliklarda ham xuddi shu holatlar ishlaydi. Yevro dollarda ochdik, mana ko'p pozitsiyalarimiz bor va qaysi biridir hozir buni foydaga chiqadi va qarang, foydali pozitsiyani yopish degan tugma ham bor bu yerda. Shuni sinab ko'ramiz. Mana foydaga tushayotgan pozitsiya bor, gruppoviy operatsiya va qarang, bu yerda zararli pozitsiya va foydali pozitsiyani yopish. Hozir foydaga chiqsa yopiladi. Men tanlayman keyin buni to'g'rirog'i. Bozorda hozir volatillik yo'q, mana foydali pozitsiyani yopdim, mana shu pozitsiyam yopilib ketdi. Tamom, MetaTrader shunday ishlaydi o'rtoqlar. MetaTraderga hisob raqamni, demoni, realni ulashni o'rgandik va undan tashqari MetaTraderni ham qisqacha bilib oldik, qanday ishlatishni. Va umumiy pozitsiyalarni yopish uchun, ya'ni gruppovoy birinchi bo'lib turadi. Zakrit pozitsiya. Shuni yopsak, mana umumiy ketdi va bizda pozitsiyalarimiz yopildi, savdoyimiz yo'q.
Menimcha qiyin narsa qolmadi MetaTrader'da. Mana shunaqa ulanadi, mana shunaqa savdo qilinadi. Tamom. Tushunarli? Kimda qanaqa savol bo'ladigan bo'lsa, marhamat, kommentarimiz ochiq. Kommentariyada o'zingizning fikrlaringizni yozib qoldiringlar, savolinglarni yo'llanglar. Men ana shu masala, ana shu mavzu bo'yicha sizlarga yangi darsliklar tayyorlab berishga harakat qilaman. Juda ham sodda va juda ham oddiy qilib tushuntirib berishga harakat qildim. Videoni qo'llab-quvvatlash uchun albatta like va kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldirsangiz, bu bizga rag'bat va rahmat bo'ladi. Barchaga rahmat, kunlar xayrli o'tsin. Market Central Asia YouTube, Instagram, Telegram kanallarimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Salomat bo'linglar.